Davlat rahbari ta'kidlaganidek, jadal o'zgarayotgan dunyoda har bir insonga zamonaviy bilim va kasbiy ko'nikmalar berish barqaror rivojlanishning eng muhim shartlaridan biridir. Bu g'oyalar amalda Respublika kasbiy ko'nikmalar markazi tizimida ham o'z ifodasini topmoqda. Markazlar nafaqat yoshlarni, balki mehnat bozorida o'z malakasini oshirishni istagan barcha fuqarolarni zamonaviy kasblarga tayyorlash bilan shug'ullanmoqda. Ular faoliyati prezident nutqida belgilangan ustuvor vazifalar, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish va kasbiy samaradorlikni oshirish kabi yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq. Davlatimiz rahbarining o'sha UNESCO anjumanida so'zlagan nutqlarini biz xodimlarimiz bilan, barcha o'sha kasbiy ko'nikmalar markazida faoliyat olib boradigan xodimlarimiz bilan birgalikda tingladik. Albatta buni tinglagandan keyin har birimiz o'zimizni oldimizga maqsad qildik. Bizdan fidoyilik talab qiladi, bizdan demak juda yuqori salohiyatli bilim talab qilishini biz anglab yetdik. Prezidentimiz shu darajada mana quyi tizimgacha e'tibor berib, har bitta tizimga o'zlari kirib borishlari, ayniqsa bizning o'sha kasbiy ko'nikmalar markazimizning monomarkaz bo'lib ochilishlarida shaxsan prezidentimiz o'zlarini turganlari, o'sha bizning dargohimizda rasmlarini ko'rib ular hayron bo'ldilarki, prezidentimiz har bitta tashkilotga o'zlari kirib borib, har bitta yo'nalishga o'zlarining alohida e'tiborlar, bu sizlarning juda ham katta baxtinglar deb alohida juda ham iliq so'zlar bilan e'tirof etib o'tdilar. Shaxsan meni faoliyatim kasb hunarga tayyorlash yo'nalishi bo'lgandan keyin men ko'proq o'sha xorijiy davlatlarning, ya'ni xorijiy hamkorlarning faoliyati bilan ko'proq qiziqamiz. Shunda mana shu narsa kuzatildiki, aynan bizda o'sha davlat tomonidan bepul kasbga o'rgatilishi, o'sha davlat tomonidan bizning byudjet mablag'larimiz qoplab berilishi, o'sha o'quvchilarimizga bepul o'rgatishlarimiz va xonalarimizning jahon standartlari talablariga javob berib jihozlanishi alohida bir urg'u qaratiladi. Mana yaqinda Tojikiston Respublikasidan aynan bizning markazimizda bo'lganda ham bizning tajribamizni ko'proq o'sha joylarga tatbiq qilish bo'yicha ham taklifga kelib tushmoqda. Mana Koreya Respublikasi bilan mana ko'proq ishlanadi, mana Germaniya bilan ko'proq ishlanadi. Bizning ajratib turadigan tomoni, demak bizda o'sha bepul kasbga o'rgatiladi va juda ham qisqa muddatli kasblarga o'rgatilayotgani ularda qiziqish uyg'otadi. Aytaylik, Koreya davlatlaridagi 3 yil o'rgatiladigan bo'lsa bitta kasbga, bizda o'sha qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli, demak bu 3 oydan 6 oygacha muddatda bizning kasbga o'rgatishimiz albatta ularni hayratlantiradi. Bu bejizga emas, chunki bizda har bitta yo'nalishimizda o'sha ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgani uchun, demak 70% amaliyot, 30% nazariya bo'lgandan keyin bizning fuqarolarimiz buni tez, qisqa muddatlarda o'zlashtirib, o'zlarining o'sha kasblariga ega bo'ladi va o'sha sertifikatlarga ega bo'lishlari albatta ularni hayratda qoldiradi. Yaqinda imzolangan o'sha prezidentimizning 316-sonli qarorlari va 190-farmonlari imzolandi va shundan kelib chiqib, demak kasbiy ta'lim agentligi tashkil qilindi. Mana shu kasbiy ta'lim agentligida endi har bitta o'quv jarayonlarida, demak bitta tizimda, bitta dasturlar asosida kasbga o'rgatiladi. Respublikamizning demak 14 ta hududida ilg'or mahorat texnikumlari tashkil qilindi va bu joyda o'qitganimizda men o'ylaymanki, har bitta hududning drayveridan kelib chiqqan holda biz kasblarni belgilab oladigan bo'lsak, ertangi o'sha yoshlarimizning, ya'ni o'sha yoshi katta fuqarolarimizning o'zlarining ish o'rinlarini topishlarida menimcha juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni o'sha har bitta hududning kerak bo'lsa, har bitta mahallaning drayveridan kelib chiqqan holda biz kasblarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana Toshkent shahrida ko'proq mana shu turizm yo'nalishlari, ya'ni qurilish yo'nalishlari rivojlangan bo'lsa, o'sha Surxondaryoning bir chekkaroq qishloqlarida ko'proq o'sha sabzavotchilik, chorvachilik yo'nalishlariga urg'u qaratiladi. Samarqandni oladigan bo'lsak, Samarqandda demak turizm yo'nalishlariga ko'proq urg'u qaratiladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, har bitta hududning drayverdan kelib kasblarni belgilab, agar mana shu yo'nalish bo'yicha biz o'zimizni yo'limizni to'g'ri qo'yadigan bo'lsak, men o'ylaymanki, prezidentimiz bizdan kutayotgan natijani a'lo darajada bajarishimizga zamin yaratiladi.